Umuman olganda Fabio Cannavaro qanaqa murabbiy ekan? Endi Fabio Cannavaro qanaqa murabbiylikni o'zingiz ko'rdingiz. Zo'r murabbiy, o'zingiz bilasiz. Oltin to'pni qo'lga kiritgan, jahon chempionati tutgan. Endi bu odamni opisiya qilish shart emas deb o'ylayman. Va jahon chempionatida guruhimiz aniq. Qaysi jamoalarga qarshi o'ynashimiz? Shu guruhimiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Guruhimiz haqida bo'lsa, endi Portugaliya tushdi. Hammani orzusi endi Cristiano bilan o'ynash deb o'ylayman. Va Kolumbiya terma jamoasi ham juda kuchli, o'zingiz bilasiz, o'yinchilari, bari o'yinchilari Yevropada harakat qilishadi. Kuchli guruhga tushdi deb hisoblayman. O'zbekiston uchrashuvlari 3 ta o'yini 3 xil shaharda bo'lib o'tadi va orasi 800 ming kilometr atrofida ekan. Bu terma jamoamizga qanchalik darajada qiyinchilik tug'diradi? Endi unchalik qiyinchilik bo'lmasa kerak. Barcha sharoitlarni qilib berishsa kerak deb o'ylayman. Periodlarni yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa guruhdan chiqamiz. Xudo xolasa harakat qilamiz.